Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, ahli TikTok. Rekomendatsiyadan bitta video ko'rib qoldim. Dilyajan degan bir qari am tema qilibdi meni. Men birovga gapirish niyatim yo'q. Prosta hamma o'zini bilsin, bo'ldi. Bu yerda nima bo'lgan, nima qo'ygan, ularga emas gapirish. Gapirib chiqibdi, men buni necha yildan beri taniyman, donatorlar bilan nima bo'lgan. Ko'ra olmaydi hech qaysi birisi. Olib kelsin meni yonimga, mana shu donator bilan gaplashib, videosi tashlaganmi, WhatsAppda gaplashganmi, golli rasmlarim chiqib ketibdimi yoki bironta donator bilan ko'rishib bo'lgan joyim bormikan menida? Keltirib bera olmaydi hech qaysi biri. Nima qiladi tema qilib biladi menga osilib. Yasna-ku aktiv kerak. Bu amlan kim ko'radi boshqa? Temachi hammasi haromlar. Hammasi temachi, hammasi ko't qovlaydi. Biz orqamizdan tirikchilik